Alo. Alo. Yana uyalmasdan telefon qilyapsiz, ha? Nimaga uyalishim kerak? Qayerdasan? Sizni shuncha meni urib xo'rlashlaringizga chidadim. Lekin talog'imni berasiz deb o'ylamagandim. Nima? Shunaqa. Javobingni berdim. Eshitaroqsan. Uyalmasdan ne keldingiz? Ah? Yur, uyga ketaylik. Chorasini topaman. Kerak bo'lsa, domlani oldiga borib qaytadan nikoh o'qitamiz. Faqat yo'q demagin. Nima? Yura qol. Hoy, shoshmasang-chi. Kerak emas endi qo'rqating. Javob taloqsan. Ayolingiz boshqa turmushga chiqib, o'sha yerdan 3 taloq olsagina sizga halol bo'ladi. Ungacha boshqa yo'li yo'q. Rahmat. Bo'ldi, yig'lamagin. Chorasini topamiz. Bu domla o'zi shunaqa ilmi yo'q domla ekan. Boshqa yaxshi ilmli domla topib, qaytadan nikoh o'qitamiz. Yig'lama dedim, bo'ldi.